Rossiya Uyg'ur diyoridan eng burun madaniyat san'at va boshqa asoratlarni yig'ishga boshlagan, shundaqla bu ishni eng uzun davomlashtirgan davlat. Bu davlat yig'ib olgan qimmatli madaniyat boyliqlari milodiya 3-asrdan 20-asrning o'rtalarigacha bo'lgan uzun bir tarixiy davrda barliqqa kelgan. Bu boyliqlarning ko'p qismi kunimizda Rossiyaning burunqi poytaxti Sankt-Peterburg shahrida saqlanmoqda. Bularning ichida har xil arxeologiyalik qazilmalar ve madaniyat san'at buyumlari, dunyoning eng cho'ng va hashamatlik muzeylaridan biri bo'lgan Ermitaj muzeyi qo'yilgan. 4000 dan ortiq har xil tildagi qimmatli qo'lyozma va boshqa asarlar bo'lsa, Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutidan o'rin olgan. Ko'p sondagi kiyim-kechak va to'qilma buyumlar, ya'ni shu shahardagi etnografiya muzeyida muhofazat qilinmoqda. 19-asrning ikkinchi yarmidan boshlab Uyg'ur diyoridan har xil yo'llar bilan bu shaharga elib kelingan bu boyliqlardan boshqa yana Sankt-Peterburgga kelish sababi bulardan to'liq farqli, yana nurg'un bebaho madaniyat javharlari bor. Bularning orasida 1945-yili Berlinda yo'qolib, 2008-yili Ermitaj muzeyida tuyuqsizlik paydo bo'lgan bir yurish madaniyat buyumlari, qo'lyozma va bosma asarlarning baştan keçirgen qismatlari kishini echindirdi ham xushal qildi. Bu asarlar qandaq qilib Berlindan Sankt-Peterburgga kelib qoldi? Qandaqsiga shuncha uzun vaqtdan keyin qayta bayqaldi? Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutidagi qo'lyozma va bosma asarlar 120 yildan ortiq vaqtdan beri tadqiq qilinib kelyapti. Ammo butkul Rossiyadagi miroslarimiz sonining zodi qanchalik ekanligi ve bular üstüdeki tadqiqotlarning qachongacha davomlashganligi haqida aniq ma'lumotimiz yo'q. 19-asrning ikkinchi yarmidan boshlab bu aql farosat boyliqlarini Rossiyaga yetkazgan ayrim shaxslar va maxsus avatilgan ummatlarning oyog'i uzilmagan. Uyg'ur diyoridan har xil yo'llar bilan elib ketgan bu bebaho boyliqlarga keyincha 1902-yildan 1914-yilgacha 3 qitim keng ko'lamda elib berilgan arxeologiyalik tekshirish jarayonida va keyingi vaqtlarda yig'ib olingan har xil buyumlar, shundaqla qo'l yozmalar qo'shildi. Ma'lumotlarga asoslanganda, bu qimmatli miroslardan arxeologiyalik qazilma buyumlarning ko'p qismining Ermitaj muzeyida, qo'lyozma va bosma asarlarning Sharqshunoslik institutida, kiyim-kechak va boshqa to'qilma buyumlarning etnografiya muzeyida ekanligi ma'lum. Uningdan boshqa yana bir qism kichikroq yig'ib saqlash o'rinlarida va oilalarda saqlanayotgan har xil buyumlar va qimmatli asarlar bor. Bulardan boshqa yana shu Ermitaj muzeyida saqlanayotgan, ammo bu shaharga kelish sababi boshqa buyumlardan farqlanadigan yana bir qism madaniyat san'at buyumlari, yozma va bosma asarlar bor. Uzun yillik jafoliq xizmat natijasida 2002-yili Berlin Hindiston madaniyati muzeyida 2-Dünya urush vayronchiligida yo'qolib ketgan madaniyat buyumlarini kataloglashtirish xizmati g'alabalik oxirlashdi. 3 qismlik bu katalogda har bir yo'qolgan buyumning turi, dastlab berilgan nomeri, cho'ng kichikligi, tepilgan o'rni va vaqti bilan munosabatlik muhim uchurlar berilgan. Uyg'ur diyoridan elib kelingan buyumlarning tizimiga katalogning 3-qismidagi 104-betdan 297-betgacha oralıqda o'rin berilgan. Bu qimmatlik asarning ro'yobga chiqishiga sababchi bo'lgan ayni vaqtdagi muzey direktori professor Marianna Yaldiz-xonim 2005-yil yozgan bir maqolasida 2-Dünya urushi mezgilida Berlinda yo'qolib ketgan Hindiston madaniyati buyumlarining soni haqida to'xtalgan. U maqolasida Turpan to'plamidan yo'qolib ketgan madaniyat buyumlarining soni 1562. Bular tam resimlari, haykallar, to'qilma buyumlar va qo'lyozmalarni o'z ichiga oladi deb yozadi. Yo'qolgan bu asarlar ichida eng cho'ngi turpan bezaklikdan elib kelingan kengligi 7 metr, egizligi 4 metr keladigan tam rasmi. Sharqi Turkistonning arxeologiya va san'at tarixi nomli mashhur asarning muallifi Yaldiz xonim yozgan bir necha maqolaning mazmunidan qaraganda, Birinci Dünya urushining ta'sirida uzun vaqt e'tibor berilmay qolgan bu buyumlarning tizimligini turg'izib chiqish xizmati 1934-yil boshlangan. U vaqtda bu buyumlar asliga keltirgani bo'lmaydigan buyumlar.
alayda qimmatli buyumlar va boshqalar degandek 3 turga ayrilgan va dastlabki 2 turi Berlindagi farqli o'rinlarga yetkazgan. 1944 yili buyumlarning yana bir qismi Germaniyaning Wiesbaden, Leipzig qatorliq shaharlarga to'shilgan. Afsuski, Berlinda qolgan buyumlarning eng chong va sarxillari Ikkinchi Dünya urushining rayimsiz o'tlarida kuyib kul bo'lgan. 1990 yili ikki Germaniyaning birlashishi bilan Leipzigdagi buyumlarni Berlinga yetkazish xizmati boshlanib, 1992-yilgacha Leipzigdan Berlinga 55 ming madaniyat buyumi yetkazib kelingan. Bularning ichida Uyg'ur diyoridan kelgan 195 parcha qo'lyozma va boshqa buyumlar bor edi. 2002-yili kishini xushal qiladigan yana bir voqea yuz berdi. Shu yili Yaldız xonim Ermitaj muzeyi direktorining taklifi bilan Sankt-Peterburgga bordi. Bu qatim uning muzey iskilotini ziyorat qilishiga ruxsat qilindi. Yaldız xonim qisqagina bir necha kun ichida iskilotda saqlanayotgan buyumlar orasidan Ikkinchi Dünya urushi mezgilida Berlinda yo'qolib ketgan 294 parcha qo'lyozma, tom rasmlari va to'qima buyumlarni aniqlab chiqdi. Yaldız xonim va boshqa olimlarning farazlariga asoslanganda Berlindan elib ketilgan buyumlarning alayda bir qismi Sankt-Peterburgda, yana bir qismi Moskvada ekan. 2008-yili Ermitaj muzeyi Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti bilan birlikda Osiyo muzeyining qurilganligining 190 yilligini xotirlash munosabati bilan dag'dug'iliq tabriklash murosimi o'tkazgan. Bu munosabat bilan shu yil 12-oyda ochilgan va bir yil davomlashgan ko'rgazmaga burun Berlindan elib ketilgan bir qism tom rasmlari va boshqa buyumlarmi tunji qitim ziyoratchilarga ko'rsatilgan. Murosim jarayonida bu ikki o'rinning tadqiqotchilari bilan Germaniya etnografiya muzeyi tadqiqotchilari orasida hamkorlik to'xtamini tuzilgan. Bu qitimqi hamkorlik amaliyotda ikkinchi qitimlik hamkorlik to'xtami bo'lib, dastlabkisi 1900-yili Rossiya olimlaridan Klementis Radlovlarning taklifi bilan tuzilgan va 4 qitimlik Turpan ekspeditsiyasining barliqqa kelishiga sababchi bo'lgan edi. Aradan shuncha uzun vaqt o'tganda maydonga kelgan bu hamkorlik ikki taraf kasb egalari orasida emas, balki butun dunyo miqyosida nihoyat cho'ng ta'sir qo'zg'aydi. Bu hamkorlikning muhim nishoni birlikda elib boradigan O'rta Osiyo va turpanshunoslik tadqiqoti edi. 2013-yil 3-oyda Ermitaj muzeyi Berlin Brandenburg Fanlar Akademiyasi va Germaniya Prosiya madaniyat meroslari fondi jamiyati boshliqlari orasida hamkorlik to'xtami tuzilgan. Hamkorlashuvchi taraflar ilmiy tadqiqot yig'inlari va har xil sabablar bilan ko'p qatim uchrashib, Ermitaj muzeyidagi asli turpan to'plamiga tava har xil madaniyat va san'at buyumlari va qo'lyozmalar ustida tadqiqot olib boradi. Berlindan urush g'animati sifatida elib kelingan buyumlar aslida muzeyda bor bo'lgan buyumlar bilan tunji qatim birlikda ko'rgazma qilinib, texmi ko'p kishilarning qiziqishini qo'zg'agan. Bu g'animat buyumlar ortisidagi tom rasmlarning ko'p qismi kuchaq, qizil mingbutta uylariga tava bo'lib, nihoyat yuqori mahorat bilan chizilgan. Bu san'at asarlari garchi 1200 yildan ortiq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, qo'llanilgan ranglari yanada o'ngmagan bo'lib, ko'rguvchilarga texi yaqindala chizilgandek ta'sir beradi. Rasmlarda ifodalangan shaxslarning yuz ifodalari va tabassumi kishini hayron qoldiradi. Berlin turpan to'plamiga tava 23 parcha qo'lyozma va bosma asarlarimi ikki tarafning qo'llashi bilan zamonimizdagi eng ilg'or olimlarning to'liq tadqiq qilishiga suniladi. Qo'lga keltirilgan dastlabki tadqiqot natijalari 2016-yil e'lon qilinib, dunyo madaniyat tadqiqot sohasidagi yana bir bo'shliq to'ldiriladi. Qadimgi Uyg'ur, Sanskrit, Sogdi, Suryan va Xitoy tillaridagi bu qo'lyozma va bosma buyumlar aslida 1926-yili Berlinda o'tkazilgan bir ko'rgazmaga qo'yilgan bo'lib, butun va yaxshi saqlangan asarlar hisoblanadi. Qaytadan yorug'lik ko'rgan bu qimmatli asarlarda burun Berlinda berilgan tartib nomerlarini ko'rgani bo'ladi. Asarlarning ba'zilari Berlindagi vaqtida tadqiqotchilarning alohida diqqatini tortgan va tadqiq qilinib natijalari e'lon qilingan edi. Ba'zilarining rasmlari va ba'zilarining transkripsiyasi hozirgacha berildi. Bu qimmatli asarlarning qayta tepilishi
Rossiyaga va boshqa davlatlarga tarqalib ketgan madaniyat boyliqlarimizning yana davomli bayqalishi uchun yangi umid bag'ishladi. Ermitaj muzeyidagi turpan to'plami ustida tadqiqot olib berish jarayonida yana bir qutiga qachilangan 100 parchadan ortiq qo'lyozma qirindillarimi bayqaladi. Berlinda yo'qolib, uzun vaqtdan keyin Sankt-Peterburgda qayta topilgan bu asarlar saptar badliga maydonga kelgan aql farosat boyliqlarini har qanday naqchilik va zo'rliq kuchining yo'qotolmaydiganligini yana bir qatim dalilladi.